Assalomu alaykum. Bugun 21-chekinsizmiz. 21-chekin ichib olsak, mana bu shakl. 21 ichib oldi. Bu shaklda qilsak ham o'xshash mirror qilingan. O'ng tarafni sol tarafga mirror qilgan. Shunga biz shu taxminan shunga o'xshash qilib bir taraf chizib olsak bo'ldi. Front plane qalam. Daha qilsak, bu ustidan boshlaganda mana keyin bu tuzib turib, tortib to'yga tuz, tik, tuz. Keyin mouse'ni, qalamni nuqtaga turib, tasaq yumaloq. Tamam. Dikit uzuk sızıp tikrarsız qo'yilib, keyin buni qaytirib akasak bog'landi. Tamam, bog'landi. Keyin metr soni metr 30 bo'ldi. Keyin bu yana egizligi, yani bu metrni tanlab olsam 4. Bunun bununki arası 2. 45. Yani bunun arası 45. 45 bölüngen 2. Bunun bilen bunun arası, yani sıranın arası 18 bölüngen 2. Tamam. Hazır retlab koysak. Tamam. Keyin bu astıydı. Keyin ikiz yıkarsak 35. Tamam, bütün oldu. Bunun arası 35. Keyin qarasak 10. Yani bu sısık bulsa 10. Bir 8. Keyin bu aylanma radyo 10. Keyin bu hem 5. Bu 5. Tamam. Hem de o'xshash. Bu yerda radyosi ikkilik chamber var. Yani bu kuralda 2 ile bezib chamber qilsak bo'ldi. Keyin bu yerda 5 bir var. Yani bu yerda 5 ta bezib bu chamber qilsak bo'ldi. Tamam. Keyin bu yerda o'rtadagi chamber sizish uchun uni markazda ya markaz bor. Tortib bilan uni razmeri 5. Tamam. Yani bu şekil bo'ldi. O'xshash bir numara qilib bersak, bu şekilde tugaydi. Tamam. Bizning shaklimiz o'xshamaydigan bu yerda qarasanglar, bu qopdi. Yani birlik hammasi 4 tane birlik aylama var. Bu bu aslında mirror qilishni oldin qilish kerakda, hamda biz xato qilganimiz uchun qilyapti. Tamam. Endi bizning shaklimiz asosan hamma jihatdan o'xshash bo'ldi. Inshaalloh keyingi soatda 22-chekinsizmiz.